Bemorimiz 17 yoshli yigit kishi. Tiza qopqog'i ichki tomondagi patellofemoral svязкamiz jarohatlangan, o'sha tizza yonga chiqib ketib qolgan. 1 oy oldin peroneus longus payini olib turib, mana bu tomondan peroneus longus payini olganimizda tizza qopqog'ini Y ko'rinishda, ya'ni tizza qopqog'iga ikkita teshik hosil qilib turib, ularni chirskosniy shov bilan bu tomonga bog'laganmiz. Etibondni 5 razmerli iplar bilan tikkanmiz. Y plastik ko'rinishda olib kelib turib, rentgen ostida o'sish zonasini, mana o'sish zonasi tepada bo'lsa, pastki sohasidan teshib, bu tomondan lateral tomondan chiqqanimizda pugvitsaga fiksatsiyalaganmiz. To есть o'sish zonasini umuman zararlamagan holatda pastki qismidan o'tib, payimizni fiksatsiyalaganmiz. Mana hozir tizzamizni medial tomonga ushlaydigan bo'lsak, o'ta baquvvat, zo'r. Hozir natijasini ham ko'rsatamiz. Hali endi 90 gradusga bukib berdingiz, o'ta shunaqa bukib berdim. Mana hozir shu 90 gradusga olib kelganingizda og'riq bormi? Yo'q. Yo'q. Yaxshi. Bemorimizga shifo tilaymiz. Hammaga rahmat.